Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi kechamiz Ramazon kechalaridan 13-kecha ekan. Alloh taolo o'zi qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Xo'p, biz Vahid Abdusalam Bali hafizahullohni Vasful jannati wan nar min sohihi sunnati wal akhbar deb nomlangan hadis to'plam kitobini dars qilyapti o'di, ya'ni jannat va jahannamni sifat haqidagi kichkina bir hadis to'plami. Xo'p, asosiy yetib kelganimiz Al-Fasl Robi Ashara 14-faslga yetib keldik. 14-faslda mana jannat ahlining taomi va hamda ularning ichimliklari haqida o'tamiz hozir qisqacha. Xo'p, endi aytayaptiki, mana Alloh taolo aytadi: "Va fakihati mimma yatakhayyarun va lahmi tayrin mimma yashtahun." Va fakihati mimma yatakhayyarun. Demak, ana shu jannat ahllari o'zlari tanlab, ya'ni tanlab yeydigan mevalar bor. Yatakhayyar degan o'zi yatakhayyar tanlab yeyishni aytadi-da. Ya'ni o'zi hali xoyrun degani yaxshiroq degani edi-ku. Xoyr deb qo'yadi. Ya'ni xuddi shunaqa yaxshisini tanlab yeydi, ya'ni. O'zi hammasi yaxshi bo'ladi. Ya'ni shunaqa yeydi, ya'ni xullas. Va lahmi tayrin mimma yashtahun va hamda qushni go'shtlarini yeyishadi. Mimma yashtahun degani o'zlari xohlagan qushni go'shtlaridan yeyishadi. Xo'p, endi bu bitta mana dalil. Ikkinchi dalil Sod surasining 49-oyatlari, 51-49-oyatlari. Hada zikr va inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati adnin mufattahatan lahumul abwab muttaqina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathirati va sharob. Endi muttaqin odamlar uchun jannatlarda la husna ma'ab, mana husna ma'ab degani juda ham go'zal bo'lgan o'rin bor. Jannati adn jannatlari bor. Eshiklar ularga ochilgan holatda. Mufattaha degani o'zi katta qilib ochib qo'yilgan holatda. U joyda ular suyanib o'tiradi. Yad'una fiha, ana shu jannatda o'tirib olib ko'plagan mevalarni va sharoblarni chaqirishadi. Chaqirib, ya'ni o'tirishadi xullas. Xo'p, bu yana bitta dalil. Yana boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabiha ibadulloh yufajjirunaha tafjira." Mana abror bo'lgan kishilar, ulug' bo'lgan, yaxshi bo'lgan insonlar yashrabuna min ka'sin, bir kosadan suv ichadi. Kana mizajuha, ana shu narsani, ya'ni kosadagi suvni qorishmasi kafur bo'ladi deyilgan. Kafur bu xushbo'yli bir o'simlik deb aytiladi-da. Endi bu jannatdagi tamomiy boshqacha. O'z aslida dunyoda ham bu xushbo'yli, lekin odatda dunyoda buni ichimlik uchun ishlatilmaydi. Mayitni yuvishlik uchun ishlatiladi odatda kafur. Endi xushbo'ylik qilib qo'yadi badanni, lekin ana shu jannatdagi bu ichimlik bo'ladi, ya'ni. Yashrobiha ibadulloh, Allohning bandalari undan ichadi, foydalanadi. Jannatdagi ana shu ichimliklardan. Yufajjirunaha tafjira, xohlagan joylardan otiltirib chiqartiraveradi degan. O'tgan safarga o'zi darsda ham o'tdik-ku, bir hadis kelgan edi. Jannatda daryolar bor, lekin ular xuddi bizni kunimizdagi ariqlarga o'xshab oqmaydi, ya'ni. Balki shunday oddiy, shunday yuraveradi. Bu lekin Alloh taoloning o'zi chizib qo'ygan bir chizig'ida yuradi-da. Endi mana shunaqa xohlagan joyda suvni paydo bo'lsin deydi. Ana shu suv xohlagan joyda mana otilib chiqib turaveradi jannat ahllari, ya'ni. Xo'p, yana Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda aytgan, G'ofir surasida keladi: "Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha va man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaka yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighayri hisab." Endi kim yomonlikni qilsa, faqat shuni mislicha jazo beriladi. Yomonlikni qilgan odamga o'zini mislicha jazo beriladi. O'zini mislicha bo'lgan jazo ham katta jazo o'z aslida. Bunga alohida to'xtaymiz inshaalloh. Hali kelasida keladigan mavzular o'zi shu haqida. Va man amila solihan, kim solih amal qiladigan bo'lsa, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, mo'min bo'lib turib qiladigan bo'lsa, ular jannatga kiradi. Ana shu jannatda rizqlanadi, beg'oyri hisob, hisobsiz rizqlanadi deyilgan mana. Hisobsiz demak rizq berishi o'zi juda ham katta narsa. Kim undan tashqari odam faqat u jannatda bu dunyoda masalan bir yesa qonni to'yadigan daraja demaydi, yeveradi. Shu haligi topganingni qoningga tiqmay o'ladi deb so'kadi-yu bizda kattalar. Xuddi shunga o'xshab tiqaveradi, ya'ni o'z aslida hech narsa bo'lmaydi tiqsa ham. Chunki 100 ta kishini, ya'ni ishtahasi 100 ta kishini kuchi beriladi deyilganda, ham jimoda ham ovqat yeyishda ham, ichimliklarda ham. Bemalol tiqaveradi deganda. Xo'p, Alloh azza va jalla aytadi: "Va fiha ma tashtahil anfusu va talazzul ayun." U jannatda nafslar kusagan va hamda ko'zlar lazzatlanadigan narsa bor. Bu oyat ham umumiy. Inshaalloh bularda alohida to'xtaymiz. Endi o'zi hadislarni o'qisak, mana shu oyatlarning o'zi sharhi. Mana 59-raqamdagi hadisda keladi, Jabir radhiyallohu anhu dan aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aytayotganligini eshitdim. Jannat ahllari jannatda yeyishadi, ular ichishadi, hech tuflashmaydi, tufurga chiqmaydi og'zidan. Va hamda bavul ham qilishmaydi, va hamda kattasini ham qilishmaydi va burnidan axlat ham chiqmaydi.
Keyin mana sahobalar so'ragan, bo'lmasa nima bo'ladi degan. Ya'ni taomni bavli, ya'ni ketadigan joyi qayerda bo'ladi deganda, jushaun va roshahun karashhil misk degan. U jusha bo'ladi degan. Jusha degan hali bir kekiradi chiqib ketadi hammasi. Bu kekirganda ham u ham xushbo'yli bo'lib chiqadi. Qiziq mana. Va hamda roshah bo'ladi, ya'ni teri oqib, bir teri oqib chiqib ketadi degan. Xuddi misk, ya'ni teri oqsa ham miskni oqigandek bo'ladi-da. Xuddi atirga cho'milgandek bo'lib qoladi, ya'ni. Xo'p, keyin ularga yulhamuna tasbiha va tahmida kama yulhamuna nafas. Ya'ni hozir mana nafas ilhom qilib berilgan odamga doim nafas chiqarib turadi. Xohlasan, xohlamasin nafas chiqarib turadi. Nafas chiqmasa o'lib qoladi. Ya'ni xuddi shunaqa tasbih hamda jannat ahliga ilhom qilib beriladi degan. Doim mana shu tasbihda bo'ladi demak. O'zi aslida jannat ahlining holati shunaqami? Mana tasbih bormi? Demak, jannat ahli o'zi dunyoda ham mana shu bilan shug'ullanishiga targ'ib borda. Demak, jannatda doim mana tasbih, tahmid ilhom qilib beriladi ularga degani, doim demak tasbih aytadi, doim hamd aytadi degan. Dunyoda ham o'zi shunday bo'lsa, uni ham katta bir fazilati bor deganida. Xo'p, endi 60-raqamdagi hadis. Anas radhiyallohu anhu dan keladi, aytadi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi. Jannatning qushi tuyani misolidaqa degan. Kamsalil buxt degan. Tuyachali, katta-katta tuyachali bo'lgan jannatning qushlari bor. Jannatning daraxtlardan yeb yuradi. Jannatning daraxtlardan yeydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytganki, "Ey Rasululloh, mana bu qush, u juda ham chiroyli qush bo'lsa kerak-ya" deganda, "Inna hadihi tayra na'ima" degan, chiroyli qushdir deganda, "Akalatuha an'amu minha" degan, yeyish undan ham shirin deb turib aytgan. 3 marotaba Rasululloh aytgan. "Va inni la arju an takuna mimman ya'kulu minha", sen ana shu jannatdagi qushdan yeydigan odam bo'lishini men umid qilaman degan. Ya'ni maqsad yeysan sen shundan deganda, sen jannatiysan deb turib aytganda, endi ko'p bu haqida o'zi bashorat kelgan. Xo'p, endi 61-raqamdagi rivoyat. Sulaym ibn Amir radhiyallohu anhu dan keladi, aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari ular aytar ekanda, mana ya'ni Alloh taolo bizga arablar sababli, arab o sahrodan kelib qolgan odam sababli bizga foyda beradi va masailihim ularda keladi, Rasulullohdan so'raydi, shu orqali biz foyda olamiz deganda. Chunki Rasulullohdan sahobalar so'ramaganda, hayo qilib turgan, haybat qilib turgan, so'rashga hijolat bo'lgan, so'rab qo'ysa vahiy tushib qolsa-chi degan. Shuning uchun ham oyatlarda ham la tasalu an ashya'a in tubdalakum tasukum, har xil narsalar haqida so'ramanglar. Ya'ni so'rasanglar keyin oshkor bo'lib qolsa o'zingizlarga yomon bo'ladi, o'zlaring xafa bo'lasizlar deb, ya'ni mana shu o'zi qaytarib ham tushganda so'ramanglar har xil narsalar haqida. Endi mana shu joyda mana Alloh subhanahu va taolo mana arablar bilan bizga foyda beradi degan. Arablardan maqsad u sahroda kelib qolgan odamlarda, ular keladi, so'raydi, shu narsa bizga foydali bo'ladi degan. Xullas mana bir arobiy bir kun kelib qoldi. Shunda aytdiki, "Ey Rasululloh" degan. Alloh azza va jalla jannatda bitta daraxtni zikr qildi. U daraxt shajaratu mu'ziya deganda, bir aziyat beradigan daraxt degan. Demak, arablar birdan bilganda shu narsani, masalan bitta gapni eshitsa, ana shu gapni birdan o'zlarining tilida shunday tushunganda, keyin bu yerda "Va ma kuntu ara anna fil jannati shajaratan tu'zi sohibaha". Hali kishi aytayapti, jannatda o'zini sohibiga aziyat beradigan daraxt borligini men unday deb bilmardim degan. Lekin shunaqa aziyat beradigan daraxt bor ekan degan. Shunda Rasululloh nima ekan u deganda, nima o'zi deb turib aytganda, sidr deb turib aytgan. Sidr daraxti, mana sidr daraxti aziyat berar ekan-ku degan. Tikonlari bor deganda, mana fa innalahu shawkan mu'ziya, aziyat beradigan tikonlari bor-ku deganda Rasululloh aytganki, Alloh taolo aytmayaptimi oyatda? Fi sidrin mahdud. Fi sidrin mahdud degani tikonlari yulingan daraxt deganida mana. Tikonlari yulib qo'yiladi, ya'ni shunaqa daraxtzorki tikonlari olib qo'yiladi degan. Demak, Alloh taolo tikonni olib qo'ydi degan. Faja'ala makana kulli shawkatin samara. Har bitta tikonni o'rniga meva qo'yib qo'ydi ana shu joyga. Va hamda u daraxt mevani ya'ni o'stiradi. La tumbitu samaran tafattaqa samaratu minha. Ya'ni har bitta mana ana shu nimada tikon joyida bir meva chiqadi. Keyin mevadan an isnani va sab'ina lawna min ta'am, 72 turli taom chiqadi degan. 72 xilli taom chiqadi degan. Endi keyin bu yerda hozir masalan ko'pincha mana e'tibor bersa 72 ta, 70 ta yoki shunaqa deb aytilyapti-da. Nimaga endi sanoqlar nimani ifodalash mumkin? Endi ulamolarda har xil gapi bor shunaqada. Masalan bittasi juda ham ko'p degan ma'noda bo'lishi mumkin. Bu bitta ma'no. Yana bitta ma'no bu g'aybiy narsa. Endi Alloh biladi. Nimaga endi shunaqa 72 ta deb zikr qilinyapti? Xo'p, demak 72 ta mana chiqadi degan. Ma fiha lawnun yushbihul akhara. Bir rang ikkinchi rangga o'xshamaydi deyilgan. Rangi tamomiy bir-biridan tamomiy boshqacha ya'ni. Xo'p, endi 62-raqamdagi rivoyatga keldik. Anas radhiyallohu anhu dan keladi, aytadi. Abdulloh ibn Salom, qarang bu ajoyib qissa. Abdulloh ibn Salom
payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kelganligi haqida xabar topadi. Ya'ni Abdulloh ibn Salomga Madinaga Rasulullohning kelganligi xabari yetadi. Keyin Rasulullohga to'g'ri keladi Abdulloh ibn Salom. Yahudiy odam bo'lganda o'zi Abdulloh ibn Salom. Endi Fatah Rasulullohning oldiga kelib turib aytadi: "Men sizdan 3 ta narsa haqida so'rayman. O'zi shu 3 ta narsani faqat payg'ambar biladi" deydi. Mana qiyomatning alomatlarini birinchisi qaysi deydi? Qiyomatning ilk alomat qaysi deydi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, jannat ahlining taomi birinchi nima bo'ladi degan. Mana shu ikkinchi savol. Endi uchinchisi, va min ayyi shay'in yanzi'ul waladu ila abihi. Bola otasiga qanday o'xshab qoladi? Nimaga? Ya'ni bola otasiga o'xshab qoladi va qaysi sababdan bola tog'alarga o'xshab qoladi degan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganki, bularni menga hozirgina Jibril xabar berdi degan. Jibril xabar berdi hozirgina deb turib aytgan. Abdulloh aytganki, bu Jibril o'zi farishtalarning ichida yahudiylarning dushmani-ku bu degan. Chunki yahudiylar Jibrilni dushman deb turib bilganda, chunki mana shu o'zi Baqara surasida keladi-yu. Man kana aduvanli Jibril deb turib, kim Jibrilga o'zi dushman bo'ladigan bo'lsa, u Allohga o'zi dushman deb oyatda aytilgan. Endi bizga kerak bo'lgani o'zi aslida shu oyatning sababi nuzuli nimaga deyilsa, chunki Jibril odatda jang haqidagi xabarlarni olib tushaydi ko'pincha. Shuning uchun ham Jibrilni yomon ko'ramiz, Mikoilni yaxshi ko'ramiz degan. U rahmatni olib tushadi degan. Rahmatdan maqsad hali yomg'ir yog'adi, boshqa bo'ladi. Xo'p, keyin Rasululloh mana javob bergan. Ya'ni hozirgina mana Jibril menga aytdi deb turib, birinchi demak qiyomatda alomati fanarun tahshurun nasa minal mashriq, bir o't chiqadi. Insonlarni mashriqdan mag'ribga to'plab olib keladi. Mashriqdan mag'ribga to'plab olib keladi. Ya'ni mahshar gohga, mahshar joyiga olib keladi-da, bu mahshar yeri Shom yeri bo'ladi. Ana shu joyga olib keladi. Va amma avvalu ta'amin ya'kuluha ahlul janna, ammo jannat ahli yeydigan birinchi taomga keladigan bo'lsak, birinchi taom, o yuqorida ham aytdi buni. Faziyadatu kabidil hut. Mana ana shu kitni jigarini parchasi bo'ladi degan. Ya'ni demak jigar parcha shu narsa beriladi. Endi bu jannatdagisi bu boshqacha bo'ladi-da, dunyodagi endi bu tamomiy boshqacha. Ammo endi va amma shabahu fil valad, boladagi o'xshashga keladigan bo'lsa, nimaga endi bola otasiga o'xshab qoladi, nimaga onasiga o'xshab qoladi, va tog'alarga o'xshab qoladi deb yuqorida savol berildi. Mana Rasululloh javob berdiki, kishi degan o'zini ayoliga keladigan bo'lsa, ya'ni shu er-xotinchilik muomalasi bo'lsa, agar erda suvi birinchi keladigan bo'lsa, o'xshashlik erga bo'ladi degan. Agar ayolda suvi birinchi keladigan bo'lsa, o'xshashlik ayolga bo'ladi deb turib aytilganda mana. Keyin hali Abdulloh ibn Salom shunda siz Allohning elchisiz, Allohning rasulisiz, men guvohlik beraman deb turib shu yerda mana musulmon bo'ladi. Keyin aytadi: "Ey Rasululloh" deydi, "Yahudiylar qavmun buhtun" degan, hali tuhmatchi bir qavm degan, tuhmatchi qavm. Agar meni islomimni bilishadigan bo'lsa, siz ulardan so'ramasingizdan burun meni islomimni bilib qolsa, meni siz oldingizda tuhmatlab tashlaydi deganda, tuhmat qilib tashlaydi degan. Shunda yahudiylar kelib qoladi mana. Keyin Abdulloh bir xonaga kirib oladi. Shunday bir xonada bo'ladi, bir alohida xonaga kirib oladi Abdulloh ibn Salom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali yahudiylar kelgan vaqtda so'raydi keyin. Sizlar o'zlaringning ichlaringda Abdullohni qanday odam deb bilasizlar deydi. Qanaqa odam deb bilasizlar deganda, bizi eng olimimiz deydi. Chunki Tavrotni yodlagan kishi bo'ladi o'zi aslida bu kishi. Haqiqatda Tavrotni juda ham yaxshi bilgan. Bizi olimimizni bolasi u deydi. Bizi eng axbaruna va ibn axbarina degani bizi eng tajribalimiz, tajribali insonimizni bolasi deydi. Keyin Rasululloh aytadi mana. Aytinglarchi, agar Abdulloh musulmon bo'lsa-chi degan. Alloh taolo uni bu narsadan saqlasin degan. Musulmon bo'lmasin deganda ya'ni. Keyin Abdulloh ularga chiqib kelgan shu Abdulloh ibn Salom. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh deb turib, ya'ni islom shu shahodat kalimasini aytib chiqib kelgan. Shunda birdan yahudiylar yahudiyligini qilib turib shu yerda sharrunna va ibn sharrina degan. Bizi eng rasvoyimiz, eng yomonimiz ham bolasi degan. Va vaqofihi har xil gaplarni gapirib tashlagan keyin. Xullas endi mana shu joyda bizga kerak bo'lgani o'zi o yuqoridagi jannat ahlini birinchi taomi degan joyi kerak edi. Xo'p, endi 63-raqamdagi rivoyat. Abu Umoma radhiyallohu anhu dan keladi, aytadi, bir kishi deb aytayapti mana, jannat ahlidan bir kishi degan. Abu Umoma sahobiy aytib beryapti-da. Jannat ichimlikdan bir ichimlikni xohlaydi. Hali abdastani ko'za deb qo'yamiz endi. Fayajiul ibriq. Ko'za yoki abdasta deb ham aytilaveradi. Bu keladi o'zi tayyor. Uni qo'liga shunday tushadi, ichadi. Keyin shunday o'zining joyiga yana qaytib borib qolaveradi. Ya'ni bu yerda hozir faqat xohlaydi xolasda. Xohlaydi, shu tayyor kelib qoladi. Bo'ldi, hali qon bo'lgandan keyin ana shu joyga yana qaytadan borib qolaveradi. Mana shu hammasi mana shu haligi jannat ahliga hech qanday aziyat bo'lmasligi borda, ya'ni. Xo'p, endi keyingi 15-fasl jannat ahllarining kiyimlar haqida.
ya'ni kiyimlari qanaqa? Bu haqida mana Alloh taoloning oyatlarida bir qancha, ya'ni suralarda bir qancha mana oyatlarda xabarlari kelgan. Birinchi mana oyatda yuhallawna fiha min asawira min zahabin va lu'lu'an va libasuhum fiha harir. Jannatda jannatiy odamlarga tillalik bilak uzuklar zebu zinat qilib beriladi. Demak, jannatda o'zi tilla halol bo'ladi mana. Dunyoda harom, erkaklarga mumkin emas, ayollarga mumkin. Lekin jannatda demak bemalol bilak uzuk taqib yuraveradi, ya'ni shu qo'liga taqadigan narsa bo'ladi, ya'ni. Lu'lu'a dur, gavharlarni ham taqib yuraveradi va ularning kiyimlari jannatda ipek bo'ladi. Bu dunyoda lekin ipek mumkin emas, ana shu oxiratda mana mumkin. Endi yana boshqa oyatda keladi, Kahf surasida yuhallawna fiha min asawira min zahabin va yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wastabraq muttakina fiha alal araik ni'ma sababu va hasunat murtafaqa. Jannatda tilladan bo'lgan bilak uzuklar zebu zinat qilib beriladi va hamda yashil bo'lgan kiyimlarni kiyadi. Yashil kiyimlarki khudra min sundusin va istabroq. Ya'ni yashil kiyim bo'ladi ham sundus, ya'ni ipek shoyalardan bo'ladi deganda, sundus va istabroq degani bittasi o'zi ipek, ikkinchisini shoya deb aytaveramiz. O'zi aslida ikkalasi bitta gap. Lekin istabroq degani qalinroq ipekda aytiladi. Sundusdan ozgina farqi boshqacha. O'zi istabroqni vallohu alam bu haligi boshqa oyatlarda ham keladi. Ana shu to'shak bo'ladi jannatda. Jannatning to'shagini astari istabroq bo'ladi deyilgan. Qalin bir ipek bo'ladi. Endi ustini aytmay qo'yavering deyilganda o'z rivoyatlarda. Qani hozir kelib qolar inshaalloh. Xo'p, demak hozir istabroq bo'ladi dedik mana. Demak bu yerda hozir kiyimlari mumkin, bu yerda sundus va istabroq deyishdan maqsad usti sundus, ichi istabroq bo'lishi mumkin-da. Shu ipek, ya'ni ipek shoyadan bo'ladi degan. Keyin bu jannat ahllari jannatda so'rilarga yaslanib o'tiradi. Qanday ham yaxshi bir savob, ya'ni mukofot. Va hamda va hasunat murtafaqo, bu foydalanadigan joy, ya'ni jannat naqadar go'zaldir degan Alloh taolo. Xo'p, yana Inson surasida keladi. Aliyahum thiyabu sundus. Ularning ustilarida ipek kiyimi bor mana. Xudur, yashil bo'ladi bu va istabroq bo'ladi degan. Bu ham ipek, ya'ni. Va hullu asawira min fidda. Kumushdan bo'lgan bilak uzuklar ularga beriladi. Tepada tilla beriladi degan. Nimaga endi bularga kumush berilyapti? Demak, har xil beriladi. Keyin bundan tashqari jannatning darajasi ham bor bunda. Demak, jannatda darajasi oliylarga, ya'ni tilla beriladi deganda, sal pastroqlarga ya'ni kumush beriladi degan ma'no ham bor. Buni ham chiqariladi, ya'ni. Va saqohum robbuhum sharoban tahura. Alloh taolo ularga top-toza bo'lgan ichimliklarni berdi, ya'ni ularga. Xo'p, endi 64-raqamdagi rivoyat Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan aytadi. Kimda-kim jannatga kiradigan bo'lsa, rohatlanadi u joyda. Vala yab'as, hech qachon bir ziyon ko'rmaydi. Kiyimlari ham chirimaydi va yoshligi ham ketmaydi degan. Xo'p, endi keyingi 65-raqamdagi rivoyat. Endi bu rivoyatda ham mana jannat ahlining ham kiyimi, bularning boshqa holatlari ham aytib o'tiladi. Mana Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan keladi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan. Jannatga kiradigan birinchi kishilar go'yo ularning yuzlari oyning yorug'ligidaqa bo'ladi Badr kechasidagi deyilgan. Ya'ni go'zalligida shunday bo'ladi. Ikkinchi kiradigan jamoa bo'ladigan bo'lsa, osmondagi charaqlab turgan eng go'zal yulduzning rangida bo'ladi. Keyin jannatiylarda har bittasini hurul ayndan ikkitadan xotini bo'ladi degan. Ikkitadan hurul ayn bo'lgan xotini bo'ladi. Endi bu hurul aynlarda ham sifatlari aytilgan o'zi hadislarda. Ala kulli zawjatin, har bitta xotinda 70 hulla 70 tadan kiyim bo'ladi. Keyin boldirini iligi go'zal bo'lganligidan go'shtlarning orqasidan ko'rinib turadi. Hurul aynni shu go'zal bo'lganligidan boldirini iligi ko'rinib turadi, tiniq bo'lganligidan-da. Va hamda kiyimlari ham ko'rinib turadi. Ya'ni kiyimlarning ichidan ko'rinib turadi degan ekan-da. Min varoy luhumiha va hulaliha. Xuddiki mana bir ichimlik, qizil bir ichimlik bo'ladi. Hali oq shishaning ichida ko'rinib turadi-yu. Oddiy masalan, hali rangsiz bo'lgan stakanga bir choy quyilsa, choy ko'rinib turgandek-da. Xuddi shuni aytilgan ekan-da mana. Qizil ichimlik, o'zi qizil ichimlik qizig'i hadisga e'tibor bersak, qizil ichimlik deb misol qilingan. U vaqtda qizil ichimliklar endi vallohu alam nima bo'lgan ekan. Lekin qizil ichimlik bizda choyda o'zi aslida. Qizil ichimlik bo'ladi. O'zi qora choy deymiz, o'zi qizilda o'zi aslida. Xo'p, endi 66-raqamdagi rivoyat. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu dan kelarkan aytadi. Bir kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldi. Aytdi: "Ey Rasululloh," dedi. "Jannat ahlini kiyimi haqida bizga xabar bering. U chirib ketadigan eskiroq bo'ladimi yoki bo'lmasa to'qilgan yangi bo'ladimi?" degan. Shunda ba'zi odamlar kulib yoradi.
Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, nimaga kulyapsizlar? Min jahilin sa'ala alima, bir johil odam olimdan so'raganligi uchun kulyapsizlarmi? Shu uchun kulyapsizlarmi deb keyin haligi so'ragan odamga qaraydi-da, so'rovchi qani so'rovchi deydi. Ha, mana men Rasululloh deganda, la bal tashaqqaqu anha samarul janna. Yo, balki jannatni mevasi undan chiqadi deb turib aytgan. Ya'ni hozir mana yuqorida aytdi-yu, jannatni mevasi bir daraxt bo'ladi. Ana shunga ishora qilyapti-da, ya'ni bir daraxt bo'ladi, jannatni mevasi ana shu daraxtdan chiqadi degan. 3 marotaba shuni aytgan. O'zi bu yerda o'zi bizga mavzuyimizga taalluqli bo'lgan narsasi o'zi to'liq yo'q ekan, lekin kiyim ham chiqishi aytilganda mana shu rivoyatda. Xo'p, keyin undan tashqari, keyingi mana mavzuyimiz furushul jannat, jannatni to'shaklari haqida. Alloh taolo aytadiki, jannatda deydi mana G'oshiya surasida keladi. Fiha sururun marfu'ah va akwabun mawdu'ah va namariqu masfufah va zarabiyyu mabthutha deb. Ya'ni fiha sururun marfu'ah, baland so'rilar bor jannatda. Shu baland so'rilarda kayfiyatlari ham aytilgan o'zi ba'zi rivoyatlarda. Va akwabun mawdu'a deb ariqlarni chetlariga qo'yilgan idishlar bor deyilganda. Akvab deb turib o'zi kub deb qo'yadi-yu, arab tilida ana shu nimani stakanni kub deb qo'yiladi. Va namariqu masfufah. Masfufah shunday tizilgan, terilgan yostiqlar bor. Va zarabiyyu mabthutha degani shunday to'shalgan gilamlar bor. Ya'ni jannatning o'zi sifati, chiroyliligi mana shunday. Yana Alloh taolo aytadi: "Muttaqina ala furushin bata'inuha min istabroq." Mana shu oyatda kelgan ekan mana Rahmon surasida. Muttaqina ala furush, to'shaklarga suyanib olishadi degan. Uni astari istabroq bo'ladi deganda qalin ipek bo'ladi deyilgan. Endi ustini qo'yaverasiz deganida bu. Ichi shundaymi, usti juda ham go'zal degani. Xo'p, Alloh azza va jalla yana aytadi: "Muttaqina ala rafrafin khudrin va abqariyyin hisan." Ana shu jannatiy odamlar ala rafrafin khudrin degani yashil bo'lgan bunday yasiqlarga suyanib oladi va abqariyyin hisan, go'zal gilamlarda suyanib ana shu joyda yonboshlab o'tiradi deganida. Juda ham ya'ni ne'matli. Xo'p, endi 67-raqamdagi hadis. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu dan keladi. Va furushin marfu'a degan so'zida, ya'ni baland to'shalgan to'shaklar bor degani yoki mana yuqorida so'rilar bor deb ham aytildi. Xo'p, nima bo'lsa ham endi mana shu oyatda aytilgan ekanki, ya'ni uni balandligi osmon bilan yerni o'rtasichalik degan. Juda ham baland degan ekanda. Va hamda ularning o'rtasidagi masofa, ya'ni baland to'shaklarning o'rtasidagi, so'rilarning o'rtasidagi masofa 500 yillik degan. Xo'p, keyin undan tashqari mana Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan keladi, bata'inuha min istabroq. Ya'ni to'shaklarning ichlari astar bo'ladi dedi. Endi sizlarga to'shaklarning ichlari xabar berildi. Fakayfa bizohir deganda usti qanday bo'lar ekan degan. Demak, usti juda ham go'zal deb turib aytganda, ya'ni. Xo'p, endi bu yerda yana ozgina mana ba'zi rivoyatlarimiz bor, ularni ham aytib qo'ysak bo'ladi. O'zi qiziq joylari shu yer. Jannat ahlini ayollari haqida. Jannat ahlini ayollari va hurun ayn ka'amsali lu'lu'il maknun. Hurun ayn degan mana. Hur ayn o'zasida hur ayn degani hali ko'zi qora deganda, ko'zlari katta-katta, qorachig'i qop-qora, oqligi oppoq degani. Va hurun ayn, xullas hurun ayn mana. Ya'ni ko'zlari ana shu aytganimizdek qorachig'i qop-qora, lekin oqi oppoq, kattagina. Ka'amsali lu'lu'il maknun, yashirib qo'yilgan durlarning misoliga o'xshaydi deyilgan. Ana shu maknun degani bunday yashirib, maxfiy qilib olib qo'yilgan degani. Xo'p, yana boshqa oyatda innalil muttaqina mafaza, taqvodor bo'lgan odamlarga mafaza, jannatdan o'rinlar bor. Hadaiqa va anaba, hadaiq bog'lar bor, anaqa uzumzor bor, va kawaiba atroba, va kawaib degani mana ayollar bor degani. O'zi aslida kaib deb turib ayol kishini ko'ksi aytilganda, shunaqa ko'kski deyilgan, diriklab turadi degan. Hech tushmaydi pastga deganda, ya'ni. Shu yo'q, shunday o'zi sifatlanganda qiziq oyatda. Va kawaiba atroba, ya'ni shu. Endi atrob degani yoshi bir-biriga teng degani. Yoshi hammasi, ya'ni erkaklarning yoshi 33 yosh bo'ladi deyilgan, ayollardagi 18 yosh bo'ladi deyilgan ba'zi rivoyatlarda. Endi har xil bu rivoyatlarda gap bor, xosatan erkaklarning yoshi u ma'lum, lekin ayollarnikida shu aytilgan 18 yoshli bo'ladi deb. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo yana aytadi mana: "Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atroba." Biz ularni paydo qilib qo'ydik shu jannatdagi ayollarni. Xo'p, keyin faja'alnahunna abkara, ularni bikr qilib qo'ydik degan. Hammasi bikr, doim bikr turadi. Keyin uruban atroba, ham tenqur ham uruban deb turib, erlarni yaxshi ko'radigan ayollar qilib qo'ydik degan. Doim eriga muhabbati yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi 69-raqamdagi hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: Alloh taoloning yo'lida erta chiqib, kech qaytishlik dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra yaxshiroqdir.
Valaqabu qawsi ahadikum, sizlarni birlaringni kamonini orasi degan. Qob deb turib o'zasida qob kalimasi bu bunday deb tushunamda, kamon bo'ladi-ku odatda. Kamon nimasi bo'ladi? Ushlaydigan joyi, keyin ipi bo'ladi. Ana shuni oralig'ini aytadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgani jannatdagi mana shuncha oraliq joy deb aytayapti, ya'ni. Dunyo va dunyodagi, ya'ni mana shuncha joy deb aytayapti. Yoki bo'lmasa qamchisini o'rni, endi qamchi tushunarli bu ham. Ya'ni shu jannatdagi kamonni o'rni yoki qamchini o'rni dunyo va dunyodagi narsalardan yaxshiroq deyilgan. Ya'ni maqsad o'zasi targ'ib bor bunda. Ya'ni shunday jannatga harakat qilinglar deganida. Endi agar jannat, mana ayollardan biron bir ayol shu joy kerak bizga. Agar dunyoga nazar soladigan bo'lsa, dunyoning o'rtasi hidi shunday hidga to'lib ketadi, xushbo'ylikka deyilganda. Xo'p, endi vala adot ma baynahuma, mashriq bilan shunday mag'ribni dunyoning o'rtasini ya'ni nima qiladi? Yorishtirib yuboradi degan. Shuni bitta ayol qarasa. Va hamda uni romoli, boshidagi romoli dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra yaxshiroq. Xo'p, bu bitta ularning sifati. Endi 70-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdi: Jannatga kiradigan birinchi jamoa oyni suratida bo'ladi. Badr kechasidagi oyni suratida bo'ladi. Undan keyingilar osmondagi charaqlab turgan eng yorug' bo'lgan yulduzni suratida bo'ladi. Likulli imrin minhum zawjatan, ulardan har bittasini ikkitadan xotini bo'ladi, jannatiy odamlarning ikkitadan xotini bo'ladi. Endi ana shu xotinlarni haligi boldirini iligi go'shini orqasidan ko'rinib turadi. Jannatda bo'ydoq bo'lmaydi degan. Mana shu hadisdan va ma fil jannati azab degan joydan dalil olinganda, masalan ba'zi qizlar hali erga tegmasdan o'lib ketsa yoki bo'lmasa yigitlar masalan uylanmasdan masalan ba'zi bolalar mana shahid bo'lib ketadi. Ya'ni jannatda uylab qo'yiladi degan. O'zi aslida bu hadisda ochiq turibdi o'zi. Mana jannatga kirgan har bir kishiga o'zi ikkitadan ayol beriladi. O'zi oyatda ham fazawwajnahunna bihurin ayn deb keladi. Biz ularni hurul aynga uylab qo'yamiz deganda, ya'ni o'zi uylab qo'ydik deb zavvajnahunna da fe'li mozi siyg'asida kelgan, ya'ni maqsad aniq beramiz deganida, ya'ni bu. Keyin undan tashqari, ya'ni ana shu bo'ydoqlar bo'ladigan bo'lsa, ular uylab qo'yiladi deganda. Xo'p, endi keyingi hadisimiz 71-raqamdagi hadis Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan aytdilar: bir kishi jannatda 70 yil bir joyda suyanib o'tiraverar ekanda. Ya'ni bemalol o'tiraveradi, hech haligi o'tirib bellari orib ketmaydi. Masalan bir joyda o'tirsa odam beli orib ketadi, unaqa bir mashaqqat yo'q. Qabla yatahavval degani mana joydan siljimasdan burun 70 yil o'tiraveradi. Keyin ayoli unga keladi. Keyin ayoli kelganda fayanzuru wajhahu fi khaddiha. Haligi ayoli kelganda, hali kishi o'zini yuzini ayolning aynagida ko'rar ekanda, ya'ni yuzida, ayolning yuzida o'zini yuzini ko'rar ekan. Ayol kishi o'ta ham tiniqligidan. Xo'p, keyin ya'ni undan tashqari asfa minal mar'a, hali oynadan ham tiniq bo'ladi deyilgan mana. Asfa minal mar'a degan. Minal mir'a degani, mir'ada. Oynadan ham tiniq bo'ladi. Va hamda ana shu ayolda va inna adna luluin alayha, ayoldagi bitta durda eng ozginasi ham mashriq bilan mag'ribni o'rtasini yoritib tashlaydi. Juda ham kichkina haligi duri ham yoritib tashlaydi degan. Fatusallimu alayhi, keyin kelib turib salom beradi. Salom beradi haligi hurul ayol. Keyin haligi kishi ham va alaykum assalom deb turib aytadi. Siz kimsiz deydi. Siz kimsiz deydi-da, haligi bitta qissa esimga tushib ketdi. Bitta do'konchi odam bor ekanda, do'konda savdo qilib tursa, bitta ayol kelib, menga mo'mo narsalardan bering deb turib, hamma yoqda olibdi-da, keyin haligi savdochi, siz rosa ko'zimga issiq ko'rinyapsiz-da debdi, haligi ayolga. Keyin dadasi sizga nima bo'lyapti degan ekanda. Dadasi sizga nima bo'lyapti degan ekan. Ya'ni bu yerda ham xuddi shu edi. Sizga nima bo'lyapti deydigan holatda, ya'ni. Keyin bu ayol fa ana minal mazid. Ana minal mazid degani men Alloh taolo oyatda zikr qilgan qo'shimchaman men degan. Xo'p, ya'ni bu degani mana hozir hadisda keladi yana. Va innahu la yakunu alayha 70 thiyaban. Mana shu hur ayolning ustida 70 ta kiyim bo'ladi. Eng ozgina kiyimi ham Tubo degan daraxtdan Na'monni mistichari degan. Na'mon degani ya'ni daraxt, nima, tog' uchun aytilgan ekan. Ya'ni haligi Arafadagi oliy bir tog'ning tepaschalik deyilgan, ya'ni kiyimi juda ham kattaligiga, ya'ni bu yerda nima bor? Kiyimi katta bo'ladi, ya'ni chunki o'zi erkak kishining ham o'zi mana 60 ziro bo'ladi degani. Demak, kiyimi ham uzun bo'ladi deganda endi. Ayoli ham xuddi shunaqa bo'ladi-da. Bo'yi uzun qiz bo'ladi. Bo'yi uzun, oppoq qiz. Shunaqa bo'ladi. Keyin bunday hali erkak kishi ayolga qarab turar ekan. Hatto boldirini iligini orqa shunday suyalarning ichidan shunday boldirini iligini ko'rib turadi. Va u ayolda bir toji bo'ladi. Ana shu tojini eng kichkina duri ham mashriq bilan mag'ribning o'rtasini yoritib tashlaydi degan.
keyin men endi aytdim deb turib, bu yerda mana kitobimizni sohibi Vahid Abdusalam Bali sharhlab qo'ygan ekanda, yuqorida ana minal mazid degan joyi bu yerda oyatda kelgan-u, lahum ma yashauna fiha va ladayna mazid. Ular uchun jannatda xohlagan narsa bor va yana biz oldimizda qo'shimcha bor deganda, shu qo'shimchani nazarda tutib aytilgan ekan. Xo'p, yana bitta hadis qoldi. Endi 73-raqamdagi hadis Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Biron bir ayol eriga dunyoda aziyat bermasin" deb aytayapti-da mana. Hech qaysi ayol dunyoda eriga aziyat bermasin. Bundan maqsad o'zi aslida Rasululloh bu hadisda ham ayollar juda chiroyli bir suratda ayblab qo'yganda, ya'ni ayol kishi dunyoda eriga aziyat beradi baribir. U bu narsa deb gapirib aziyat berib qo'yadi. Lekin o'zi sezmaydi. Xullas ayol kishi eriga dunyoda aziyat bermasin. Illo aziyat beradigan bo'lsa ham hurul ayn bo'lgan ayoli aytar ekanda, shu ayolga, dunyodagi ayoliga: "Ey Alloh, seni halok qilgur, bu kishiga aziyat berma" deganda, jannatli kishi bo'lsa aziyat berma. Faynama huwa indaka daxil, seni oldingda mehmon xolos, yaqinda sendan ajrab biz oldimizga keladi deb turib aytar ekanda. Vallohu alam, mana shu bilan mana 70-hadis ham, 73-hadis ham tugadi. Endi kelasi safar jannatdagi jimo haqida kelar ekan, subhanalloh. Mana shuni gaplashamiz ekan. Vallohu alam, mana shu joyda to'xtatamiz bo'lmasa.